Salom men azizlarim, yana sizlar bilan didorlashtirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar deb bugun yakka ochirim qilib ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Bugun Xudo xolasa kunlik ochirim qilamiz. Bizni nimalar kutyapti, nimalar o'zgarish bo'ldi, o'qitganlar, tozalatganlar, yo'llaringlarni o'chirganlar. O'chirdinglarmi degan savol bor. Yo'llaringlarni o'chirdinglarmi, tozalov qildirdinglarmi? Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Menga like bosgan, podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Bismillah. Ha, endi kengashib, endi nima deydi? Kimlar bilandir maslahatlashib, kimlar bilandir anaqa qilib, endi bir nima qilayotganinglar bo'lyapti. Xudo xohlasa o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, 6 ta, 7 ta tashlaymiz, yana bitta karta tashlab ko'ramiz. Ana. Xo'p, kartalarimiz aytyapti, qarang. Endi kengashyapsiz. Endi siz uchun yo'l ochilishini o'zingiz tushunib yetdi deb aytyapti. Endi sen tushunib yetding yo'l ochilishini, sen endi bilasan, endi Xudo xohlasa bir muhokamalardan chiqasan degan nimani aytyapti kartalarimiz. Xudo xohlasa endi bir o'qitib tozalatmoqchi bo'lyapsiz. O'zingiz bitta qarorga keldingiz, o'zingiz men o'qitib tozalataman, yo'llarimni ochiraman, men mana shunaqa qilaman deyapsiz va ishingiz yurishiga endi aqlingiz yetdi sizni deb aytyapti. Va yana aytyapti kartalarimizda qanaqadir bir o'zingizdagi yomon narsalarni tashlash, o'zingizdagi bir nima desam bo'ladi, bir yangi o'zgarishlarni qilishingiz, o'zingiz uchun yo'llarni ochishingizni aytyapti, albatta Xudo xohlasa. Va siz mana yana Allohdan so'rab bu narsalardan qilib eshiklarni ochilishi uchun mana o'zingiz tozalatib, yaxshi kunlarni ochishga qarang, yo'lingiz shu ochilishingizga bog'liq bo'lib turibdi. Yo'llaringiz ochilishingizga bog'liq bo'lib turibdi. Ochiladi eshiklaringiz deb aytyapti. Xo'p, va yana aytyapti kimlargadir. Xo'p, baribir tozalanishda, tozalanish erkakka ham, ayolga ham albatta yo'llaringizni ochiring, tozalating. Tozalanish tushyapti menimcha jindek, baribir hammada bir nima bo'lib qolgan deb aytyapti. O'zingiz mana qaror qilasiz va albatta bu narsa uchun mana qo'lingizda kalitingiz, yo'lga chiqasiz. Yo'lingizni ochtirasiz, hamma ishlaringiz o'zgarishlar bo'ladi deb aytyapti. Alloh nasib qilsa yangiliklar bo'ladi deb aytyapti. Qarang, o'zingiz yuz o'giryapsizda hamma narsadan, sizga kelayotgan nima deydi, niqalardan o'zingiz yuz o'girib, o'zingiz qorong'ulikka tushib olganingizni aytyapti. Sizga kelayotgan mana xabarlar, sizga kelayotgan barakalarga o'zingiz teskari qarayapsiz. Har ish o'zingiz qo'lingizda, o'zingiz harakat qilsangizgina hamma narsa bo'ladi. Tashab qo'ygansiz, bor nima bo'lsa bo'lsin deb mana qarang. Tashab qo'yganingizni aytyapti kartalarimiz. Tashab qo'ygansan bu ishni, bor nima bo'lsa bo'lsin deb o'zingiz ahamiyat bermagansiz, o'zingiz uchun kurashmagansiz deb aytyapti kartalarimiz. Xo'p, o'zingiz uchun kurashing. O'zingiz uchun harakat qiling. Bu hayot shunaqa kurashlardan iborat. Hamma narsa o'zimizni qo'limizda. Harakat qilsakgina Alloh beradi. Allohni berganini harakat qilib to'plab yeyish bizni qo'limizda. Xo'p, harakat qiling deb aytyapti kartalarimiz. Shulardan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana didorlashguncha, yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Bor bo'linglar, boringlarga shukr. Yaxshi kunda ko'rishaylik.